Assalomu alaykum go'zal muslimalarim. Bugun sizlar uchun juda ham ajoyib lifehack o'rgatmoqchiman. Bu kelinchagimizni sarpolari, ko'ylaklarimiz. Bu вечерний ko'ylagi uchun kiyib tarab bergan. Juda ham chiroyli matoga hozir ochishim kelmayapti, chunki 10 marta ochdim fason istab. 10 marta yana qaytadan solib upakovka qilib beradi. Men chevar qizim bor, shogird qizim Roziya, juda ham akkuratni, juda ham tartibli qiz. Hozir yana ochishim kelmayapti, hali hozir kelgani yo'q. Ishga kelsa xafa bo'lmasin, yana ochibdi ustozim deb. Lekin mana ko'rsataman. Chiroyli narsa ekan. Mana shu materialga fasoninglar bo'lsa tashlab beringlar Telegramdan gruppamizga. Iloji bo'lsa juda ham shikarniy, neobычный, bogатый bo'lsin. Topolmayapman men. Qolgan hammasiga topganmiz. Bitta shuni klientimiz o'zi xohlaganingizcha qilavering. Sizga ishonaman degan, men tikmayman, faqat fason topib beraman. Chevar qizlarim tikadi atelyemizda. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim adres haqida, adres gullarini keltirish haqida. Bu adresimizdan juda ham chiroyli ekan. Bilmadim, shoir deydi, nima deydi, bilmadim. Mencha adres atlas bitta narsa. Nimcha qilyapmiz? Xo'p, nimchamizni mana tepasi liftni tayyorlab qo'yganmiz. Primerniy. Mana bu lift etagiga yubka qilamiz. Buni yubka qilish uchun biz avval adresimizni bir-biriga ulab, katta enli matoga tayyorlab olamiz. Sizlar ham shunaqa qilasizlar. Kimlardir qilar, bilmaydiganlar shuni bilib olinglar. Undan keyin bu matodan xohlasangiz klinli, xohlasangiz raskulshoniy, xohlasangiz trapetsiya qilib yoki oddiy skladkalik qilib qilishingiz mumkin. Xo'p, men chevar qizimga bir-biriga ulang gullarni keltirib deganimda shunaqa ulagan, shunaqa zo'r ulagan. Buni o'zi har doim shunaqa qilamiz, lekin to'g'risi bulavkalab yoki qo'lda tikib ham qildiraman. Professionallar bitada tikib ketadi. O'zi juda ham sifatli ekan materialimiz. Buni qarang, chok taroqlarini kelganini qarang. Shunaqangi teng qilib tegizib bergan. Tochkasiga keltirib, buni tepadan qaragan umuman choki bilinmaydi. Mana shunaqa qilib ulashdi. Bittada bulavkasiz, qo'l chokkisiz choki mashinani o'zida ulashdi. Sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Tikish jarayonida men yo'q edim, tikib bo'pti, ko'rsatamiz degandim. Endi orqa chokiga e'tibor beramiz qizlar. Qarang, mana ustida chok ko'rinib turadi. Mana ikkosini orasida. Bu tarafida chok ensiz tikiladi, bilasizlar adresda. Bu tarafda chok yo'q qizlar. Buni qanaqa qilgan? Mashinkaga qo'yganimizda pastki qismini shunday qo'yamiz. Yuqorgi qismini necha santimetr chok qilsa, shuni tashqariga bukilab turib 0,1 santimetr yurib ketasiz. Bu nima uchun kerak? Bu bizga adresimizni naqshini qayerda, mana gullarida taroqlarni qayerda boshlanib, qayerda tugashi rangli bo'ladi. Bilasizlar, har xil rangda tugashini ko'rish uchun mana o'sha seriyasi kelyaptimi? Bir-birini ustiga naqshini keltirgan, siz ko'rib ketasiz. Agar bu bunday yopilib ketsa, sizga qiyin bo'ladi, har bir ochib ichini ko'rasiz, surilib ketishi mumkin. Mana, bunda ko'rib ketasiz. Bunisini ochib ketamiz. Uzr kechirasizlar. Tagidagi ochiliq ketadi. Tarog'i jicha ko'rinadi. Mana ko'ryapsizmi? Bu jigarrang. Karishnoysi oqiga. Sizga juda ham qulay bo'ladi, juda ham sifatli bo'ladi. Mana bu joyida ko'rsatishim mumkin mana. Mana shunday ketadi. Mashinkada shunday turadi qizlar. Shuning uchun mana bu yoqda chok ko'rinmaydi. Bukilib tikkan uchun, bu yoqda chok bor. Ko'rdinglar? Mana endi bundan chiqqan natija bittada juda ham osonlik bilan mana choklari, gullarini qanaqangi zo'r kelib berganini ko'rishlar mumkin. Ko'rdinglar? Tochkasiga kelgan. Bu tarog'i ham zirachasi pastga osilib turadi. Bu yoqda yuqori qismi bo'ladi, bu yoq past qismi bo'ladi. Xo'p, sizlar uchun ko'rsatgan lifehackim yoqqan bo'lsa, YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'shinglar deb so'rayman. Bundan keyin sizlarga bundan ham zo'r maslahatlar, bundan ham zo'r darslar, ayniqsa andozalar haqida qizlar, metodikalar haqida juda ham ko'p darslar
rejalashtirib qo'yganman и asta tashlab boraman. YouTube kanalimizga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini boshida esdan chiqarmang. Har qanday savolinglar bo'lsa, har qanday sizlarni qiynagan muammo bo'lsa, har qanday chevarchilik, dizaynerlik, konstruktorlik bo'yicha bemalol Telegram gruppamizga yozishinglar mumkin va savollarga javob berishlar mumkin. Bu materialimizga fason tasirasida esdan chiqarmanglar. Juda ham chiroyli material ekan. Ochib ko'rsatib beraman ozginagina. Biserlar bilan bezatilgan, juda ham nejniy. Lekin men loyiq anaqa topolmayapman. Endi harakatga topamiz. Xo'p, bugungi layfhakimiz sizlarga yoqqanmisa, juda ham xursandman. Hammanglar sog' bo'linglar. Demak, keyingi safar adres tikaylarda albatta mana shu chokdan foydalanasizlar deb umid qilaman. Mana qarang, shunaqa mazza qilyapman. Men shunaqa zo'r shogird, shunaqa zo'r chevar qizlarim bor. Молодец, Roziya.